Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan haqsiyar qarindoshlar. Men bugun Xitoy hokimiyatiniki Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga uzluksiz holda qilayotgan zulmlar qatorasida mening urug' tuqqanlarimga qilayotgan zulmlarga guvohlik bermoqchi. Men Imom Tavi Abdumalik. Yurtim Sharq Turkistonning G'ul shahridan. Turayotgan o'rnim Turkiya Istanbul. Men opamning hadlari to'g'risida guvohlik bermoqchi. Opamning hadisi Raziya Saidahmed. Raziya Saidahmed 64 yaş. 2016-yılı G'ul shaharlik turmaga solinib, keyin 2019-yılı Qurban hayitidan keyin Xitoy tarafidan shahid qilib o'tgan. Ikkinchi Mahbuba Saidahmed. Mahbuba Saidahmed 50 yaş. 2019-yılı 4-oylarda G'uljining Bo'z degan turmasiga tashlanib, 2019-yılı 9-oylarda 5 yil kesilgan. Üçüncü Mahbuba Saidahmed. Mahbuba Saidahmed 2017-yılı lagerga solinib, keyin 12 yil kesilgan. Yo'ldoshi Yasinjonni Xitoy izdirasiz yo'q qilgan. Yuqorida men guvohlik bergan onlarimning hammasi gunohsizdir. Ular faqat Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikning qurboni bo'lmoqda. Mushu munosabat bilan men Birlashgan Davlatlar Tashkiloti insoniy haq-huquqlarni qo'g'dash jamiyati va insoniy haq-huquq adolatni da'vo qilayotgan barliq jamiyat va shaxslarningki o'zininki majburiyatini ado qilishga va insoniy burchini ado qilishga chaqiraman.